8-marta uchun hamyonbop sovg'alar ideyasi. Shunchaki oddiy san emas, bu e'tibor va qadrlash kuni. Shuning uchun sovg'ani qiymati emas, muhimi e'tibor bilan berilgan sovg'adir. Birinchisi, bu har xil turdagi ukrasheniyalar har bir ayol qizlarga juda ham yoqadigan sovg'a va har taqqanida sizni eslatadigan hadyalardan biridir. Ikkinchisi, mana shunaqa mini kosmetika naborlar har birimizda bo'lsa ham bu sovg'a hech qachon bizga ortiqchalik qilmaydi. Qo'l ochib kutib olamiz kim shunaqa sovg'a bilan kelsa. Va uchinchisi, bu shunaqa turdagi soch uchun texnikalar. Ishoning, ayol va qizlarga ukladka qilish qancha tez va oson bo'lsa, ulardan baxtli odam bo'lmaydi. Ayniqsa bolasi bor ayollar yanada kamroq asabiylashadi. Va to'rtinchisi, bu albatta Pinterest pijamalar hammaga juda yoqadi. Uyda yanada chiroyli yurishimiz uchun va eng qiziq joyi, bularni hammasini men sovg'aga kutyapman kimdandir. Xullas, inobatga olib qo'yingizlar. Va shu bilan birga bularni eng zo'r narxlarda qayerdan olish mumkinligini opisaniyada yozib qoldiraman. Va albatta bayram kuni yaqinlaringizni xursand qilishni unutmang.